Bugun PUBG Mobile'ga yangi Lednik Ultimate va Lednik Vector orujasi qo'shildi va hozir sizlar bilan birga mana shu Lednik Vector orujasini full qilib o'yin ichida qanaqa effektlar bor ko'rib chiqamiz. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Kardinal yaxshimizdan charchamasdan do'stlar bugun va nihoyat erkaklar uchun yana bir bor Lednikli tasavvur qilyapsizlar muzli Vector Ultimate qo'shildi. Undan tashqari orujasi ham Ledniklida tasavvur qilyapsizlar. Hozir full qilamiz o'ta full. Qancha yusi ketishidan qat'iy nazar mana shu Ultimate full qilib orujani ham full qilamiz. Xo'sh, mana borligimni eslatay. Assalomu alaykum. Ramik ham bor, Esimizdan Ramik. Короче, o'g'il bola uchun alohida yuz tuzilishi, qiz uchun alohida yuz tuzilishi bor. Prosta gap yo'q, chiroyli. Qani bu, mana bu ochkis tipa maskani qo'ysa agar qo'liga pichoq bilan jest qilib turar ekan, stoyga qilib turar ekan. Bu tako, lekin men bunisi do'stlar, bu Vector, ya'ni bu muzli hozir laboratoriyadan ko'ramiz. Agar uchalasini ham olsak, mana bunaqa qilib stoyka bo'lib turadi. Buni qaranglar, prям bomba. Bu qayerga o'tiradi bu? Lobbigami? Da, lobbida. Garajgami? Lobbida shunaqa, любой joyda, garajda ham shunaqa turadi. Va planer bu. Rukzakchasi ham takoy, erkaklar uchun normalniy. Qani orujasi, jesti. Ну, jest tak себе o'rtacha zo'r emas, короче, zo'r jest emas. Ultimate uchun bo'ladi, Lekin orqa fon. Bu nima fonmi? Va, orqa fon ekan. Hozirgi sezonnikida, qishki sezon, okey. Bu yerda esa eski Ultimate'ni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ya'ni oldivi Ultimate, okey, bular bizda bor. Bizga asosiysi mana shu ruletkani qancha yusiga ketishidan qat'iy nazar hammasini olamiz do'stlar. Mana shu yangi Ultimate yana bitta zo'r tomoni bu yangicha stilda chiqqan, qanaqadir zamonaviy stilda chiqqan. Bu tomonlama ham ancha PUBG'ni rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Laboratoriyadan ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rin tavotdagi, ikkinchi o'rin votda. Boshmi? Skelet. Yo'q, uchinchi o'rin vot. Kilchata boshi katta-ku. Kilchatini qaranglar kattaligini. Effektiga ham boshni skeleti chiqar ekan. Oltinchi o'rin biri bilan 6 da farqi juda ham ko'p. Jesni qo'rqani, Jes qanaqa? CS:GO de pichoq, babichkada effekt ham bor ekan, orqa oldinga qilgan payt. Последний hamma chiqayotgan arujalarga shunaqa qilyapti, effekt chiqaradigan. Hammasida effektli chiqyapti. Bunisini qaranglar. Kallani suyagi bu. Buni qaranglar, bombani otasizlar-ku, arujani full qilgandan keyin mana bunaqa effekt chiqar ekan bombani. Qayashgan. Xudo, vashshe kayf. Hozir do'stlar, mana shu arujani hozirlar bilan birga full qilamiz. O'yin ichida qanaqa bo'lishini ham ko'rib chiqamiz do'stlar. Xo'sh, unda yomonga populyarga kelyapti. Addush, rahmat, populyarga battle'da bizni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Rahmat, Addush. Rahmat. Har haftalik ham RP beryapsizmi? Har hafta birinchi. Har haftalikka UC beryapman birinchi o'ringa kirganga. Va do'stlar, bilaman videoni boshidan like, obuna so'ramadim. Biz insonmiz, esimizdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ana endi eslatib qo'yapman do'stlar. Haligacha kimlar videomizga like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib kommentariyada Ramik Tiza deb yozib qoldiring. Rahmat. Do'stlar, biz yaqinda Xudo xohlasa 1 million bo'lamiz-da, 1 million. Ikkinchi kanal 1 million. Ikkinchi kanal. Oy. Yana bitta tillo knopkacha bay. Voy, ketadi-yu do'stlar, yana bitta. Voy, tillo knopka. Albatta shu uchun 1 million bo'lamiz yaqinda. Hissalarni qo'shib qo'yinglar-da. Обязательно obuna bosib, like bosinglar, tezroq 1 million bo'laylik. Men vashi sabrim chidamayapti. Rahmat katakon. Birinchi kanal 15-yanvar kuni 1 million bo'lgan edi. Mana 15-yanvar 1,5 oydan keyin keladi-da. Shu uchun hamma bossa agar obuna va like harakat. Birta sanada bo'ladi. Birinchi o'rinda 0 yusiga bir bomba. Nima? Hayashga chiqdi. Zo'r. Yana 5 o'zi bu yerga yusiga. Bizda skitkamiz tugadi 0 yuslik. Skitka tugadi deb nima bermayapti? Nima bermayapti? Bizga Ultimate chiqaraman, qarab turinglar. Ana shu material chiqardim bitta. Material full qilamiz. 98 da. Full qilamiz-ku, normalniy. Full qilish uchun yetadi. Tak, okey. Ana nimadir berish kerak-da hozir. Ya hash nima? Nimaga hech nima bermayapti? Ana 540 yusiga nimadir beradi hozir bizga. 100 yetmasa yana hayashga. 100 yetmasa yana solaman do'stlar. 100 dan muammo yo'q. Vaqtimizga Kardinal yusi sog'ib bo'lsin. Yaxshi. Bitta material bilan bitta. Material bitta kristal degan. Shuna Kardinal Rus yusi degan payt. Kardinal yusi degan payt beryapti. Ko'ryapsizlarmi? Yana o'sha gap. Ana Kardinal yusi dedim ana. Ketma-ket. Garant to'lmas. Guvoh o'zlar, tirik guvohsizlar. Ko'ryapsizlarmi? Kardinal yusi eng omadli yusilar. Kardinal yusi deb ochsangizlar, bo'ldi opang kesmaydi. Zo'r narsa beradi. Ana.
Ko'ryapsizlarmi? Men muhim narsani eslatmadim-ku. Ramik, sen konkursimizga qatnashganmisan 50 ming so'mlik? Telegramda konkurs qilyapman 50 ming. Yo'q, yana boshlading. Yana boshladim-ku. 24300 tugatdim, 24 ming. Uni videosi 2 kundan keyin chiqadi. Yana hozir 50 ming so'mlik konkurs boshladim. Bu 50 ming so'm nimaga qo'ydim bilasanmi? Chunki yaqinda Porsche keladi-ku. Porsche olamiz. Obunachilar akkauntiga o'chamiz. Zo'r. Yana qara, Porsche gida 20 ming yusiga chiqsa, biz 50 ming yusi yana 30 ming yusi qoladi va qariyonlasa bu konkursga qatnashish juda ham oson. Kirib qatnashib qo'yinglar. Mana shu videoning tagida konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, Telegram kanaliga kirib obuna bo'lasiz. Tepada qadab qo'yilgan atigi 4 ta kanalga obuna bo'lib chiqasiz. Birinchidan obuna bo'lganingizdan keyin pastdagi qatnashish tugmasini bosasiz. Bo'ldi. 10 sekunddan vaqtingiz ketmaydi. Men esa 10-dekabr kuni 2 haftadan keyin stream yoqaman. Streamda mana shu konkursga kimlar qatnashgan bo'lsa, bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming yusi solaman. 50 ming yusi olganimdan keyin yusi bonuslar bilan 70 ming yusi bo'ladi. Akkauntingizni 70 ming yusiga kuchaytirib beraman do'stlar. Prosta kirib qatnashib qo'yinglar. Shedevr moshingacha olsa bo'ladi, 70 ming moshin. 70 ming yusiga. 70 ming yusiga prям hammasiga mashina emas, 20 ming yusiga mashina olsa, 50 ming yusiga mana ultimately olamiz, Scarl orujali olamiz. Короче, bir gap bilan aytganda, polis fuluq bo'ladi, nol akkaunt bo'lsa kerak. Shunaqa. Xudo xohlasa, kim yutib olsa ham do'stlar, akkaunt prosta full bo'ladi. Bitta gapda, agar konkursga qatnashmasangiz 100% hech nima yuta olmaysiz. Kirib qatnashib qo'ysangiz, sizda shans bo'ladi, ozgina bo'lsa ham olish uchun shans bo'ladi. Siz prosta hech nima yo'qotmaysiz qatnashish uchun. Prosta kirib qatnashing bo'ldi. Ani 10 ta 15 ta kanal emas. Biz insofni yeb qo'ymaganmizda 4 ta. Bu konkurs foyda uchun emas. Foyda uchun bo'lganda xomiy kanallarni olib qo'yardim. Bu xomiy kanal yo'q. Bitta xomiy kanal, 3 ta o'zimning kanalim. Konkursda asosiysi hamma obunachilarimga omad tilayman. Qatnashib qo'yinglar, hammaga omad do'stlar. Xo'sh, openkizni davom ettiramiz. Oy! Ultimate berdi. Ultimate. Assalomu alaykum Ultimate. Abuna qaranglar-da. Sonaqachi 100 maskacha. Lednik maska bu, lednik maska do'stlar. Yalt qilishini qara, buni yalt. Hozir kolleksiyamiz 92 bo'ladi menimcha-da. Do'stlar, videomizga like bosinglar. Omadli openkis bo'lyapti. Like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Agar hozir hamma like bossa, hozir biz Ultimate o'zini ham chiqaramiz, kattasini. Ultimate chiqardik, o'zi chiqardik. Ko'ryapsizlarmi, bizni konkursimiz halol-da. Mana Ultimate beryapti. Halol bo'lmaganda bermasdi. Sammy, glavni biz konkursimizni halol qilamiz. Streamda qilamiz. G'oliblarni ham streamda aniqlaymiz do'stlar. Hammasi halol bo'ladi. 24 ming yusilik konkursning g'olibini yaqinda videosini chiqaramiz. Ana yana konkurs dedim, yana bizga. Yana nima qilib? Bitta gap. Yetadi menimcha hozir hammasini olish. Skitka bilan o'tiribdi-ku o'zi. Skitkalikni olib qo'yibmiz o'zi. Yot. Xudo qilamiz. Yana bo'ldi. Men Ultimate bilan mana bunga yetadi hozir. Yetadi Ultimate. Aylantirib yetadi. Tushsa yaxshimi? Aylantirib tushursak, yana Ramikning gapiga quloq solyapman. Aylantirib tushib berdi-ku. Hala. Berdi-ku. Bersa ana qarz qilib. Maskasini berdi-ku. 170 ta aylantirib. Hali biz mana buni ham ochishimiz kerak. Mana bu Ultimate ham ochishimiz kerak hali do'stlar. Mana buni ochganimiz yana 600 ga bitta ochaman hozir. Ana. Berganni qara. Voy ana qanday do'stlar, qanday omadli do'stlar, albatta like bosinglar. Hozir eng omadli opengiz ko'rdinglar, like bosingiz, obuna bosib, kommentariy yozib qoldiringlar. Omadli bo'ldi deb yozib qoldiringlar. Ramik tiz emas, omadli do'stlar. Shunday, omad. Birinchiga beribdi. O'z kolleksiya 92 bo'ladi do'stlar, kolleksiyani oshiramiz hozir. Mana buni hozir ochaylik, hozir qaydamiz Ultimate ga hali. Hali o'ch ota hozir bu ham berish kerak, bu ham beradi hozir, aylantirib. Lekin hozir bu ham bersa, lekin PUBG ni udalet qilaman. Bu bermasligi kerak-da. Buncha narsani bergandan keyin qanday? Yo'q, ana sani qo'ling bo'sh. Ana bu kardinal qo'li. Sani qo'ling. Bitta kristal. Obunachilarni qo'yish yaxshi, mayli, arziysi. Obunachilarni qo'li. Qani? Obunachilar. Va aytgancha, qarayolasiz, sizga agar arzon, ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim UC magazinimni tavsiya qilaman. Kardinal UC Telegram kanali. Mana shu kanalimizning silkasini shu videoning tagida UC uchun epsilga qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, arzon, ishonchli narxda UCni xarid qilib olasiz. Mana ko'ryapsizlar. O'zim ham ertalabdan Kardinal UCdan sotib oldim-da UCni. Omadni ko'ryapsizlar. Bitta secret, openkis qotgan payt albatta Kardinal UC deb openkis qilinglar. Zo'r narsa beradi, albatta.
Va do'stlar bitta narsani unutmanglar-da, UC'ni arzon olaman deb har xil UC magazinlardan olmanglar, iltimos. Yoki Telegramma poiskiga kirib Cardinal UC deb qidirmanglar ham. Original kanalimiz silkasi, akkaunt kerakmi, parenda UC hammasi videoning tagida bor silkasi. Telegramma poiskidan qidirib o'tirmanglar, iltimos. Ishonchingiz uchun va xaridingiz uchun kattakon rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Let's go. Shundoq ham bizning servis nomer 1 da. Aktivlik bo'yicha ham klient ko'p bo'yicha ham ko'z tegmasin. Rahmat avvalambor ishonchingiz uchun. Ultimate o'zini bermaydi, Ramik. Bermaydi. Men bu yerdan hozir mamnun olish kerak. Mamnun olish kerak. Undan ko'ra ultimate ochish kerak. Tinchgina men bu sotib olish kerak. Buni ham beradigan payti emas, bermaydi chunki ketma-ket ultimate beryapti-da, ketma-ket. 3 ta, 6 ta. Bitta Ramik uchun, bola bitta Ramik uchun mayli ochaman. Beradi. Davay. Beradi deyapti-da, beradi. Men aytayapman, o'zi berdi-da, o'zi beradigani berdi-da ruletkadan. Ana oxirgisi. Mayli. Oxirgisi. Mayli, Ramik xafa bo'lib qolmasin, Ramik uchun. Oxirgi bor. Material, mayli. Material mayli. Tamam. O'zini o'qiladi. Yana bitta olsang ham mayli. Yo'q, bo'ldi. Короче, ultimate sotib olamiz do'stlar. Ramikga ishonib qolmanglar. Assalomu alaykum, Lednik Ultimate do'stlar. Voy. 92 bo'ldim nima qilaysan? Yana ozgina bir qadamcha qoldi. Finish uchun bir qadam. Assalomu alaykum, Lednik Viktor. Voy. Hozir buni full qilamiz-ku. Hozir bu skeletchani full qilib buni qilamiz. Skelet bor ekan. Rasmchasi voy. Do'stlar, hozir bombardiyor qilamiz o'pingiz. Tak, endi yangi ultimate ochamiz. Hali bizni full qilishimiz kerak do'stlar. Viktorni hozir full qilamiz. Arujani olishim kerak-da. Asosiysi Aruja ultimate menga uncha emas, Arujani olishim kerak. Omad tilab qolinglar. Biz hozir Arujani olamiz. Bu qaysi Aruja kelgandi? Ice 32. Menga Aruja nima kerak? Chunki prosta ana unaqami? To'xtanglar, yana bitta Arujani olishim kerak-ku. Qaysi Aruja edi? O'sha mana bu. Chunki menda Arujaga qiziqaman-ku. Bilasizlar, 205 ta bo'lgan Arujamiz. Men buni ham olib qo'yay. Tak. Lekin neza juda hozir yuz ketadi mana shu uchun. Tak. Propustit bilan ochaman do'stlar. Propustit bilan ochaman. Mana shu uchun hozir 5100 ketadi-da, qizig'i. Legendarga ketdi. Hozir kolleksiya ochadi. Arjoni ber, Arjoni ber. Shlem bor, ko'ylak bor, Arja bor. Shlemni beradi. Ko'ylak ber. Shlemni beradi. Ana. Yo'q, ko'ylak. Iltimos, ana endi anaqa bersin, что Arjoni bersin. Qani? Agar hozir Aruja bermaganda biz yana 1400 ga ochardik, 1400 havoga ketardi-da, ana zo'r bo'ldi endi. 206 ta prokachka Arujam bo'ldi. Ana endi bitta mana bu qoldi olmagan. Keyin 207 ta prokachka Aruja bo'ladi. Keyin mana bu prokachkani full qilamiz. Keyin kolleksiyamiz 92 bo'ladi. Bunda skitka bor ekan, shu uchun buni qaranglar, mana skitkasi bor 25%. 19 ta material bilan full bo'lar ekan. Aksariyat hollarda 27 ta bilan full bo'lardi. Agar bunaqa aksiyasi bo'lmasa, 27 ta bilan full bo'ladi Aruja. Lekin bu yerda biz nima uchun full qilyapmiz? Ham lednikli, ham kilchati katta, ham bizning kolleksiyamiz oshishi uchun biz buni hozir full qilamiz. Ana endi давайте iltimos bizga yaxshiroq narsa ber. Cardinal UC deb ochish kerakmikin yoki, ha? Cardinal UC bilmadim. Давайте. Do'stlar, o'sha gap eng omadlisi Cardinal UC. Qani? Cardinal UC. Mana. Ko'rdingizlarmi? Mana shunaqa deb ochish kerak. U kolleksiya ozgina qo'ygan, prям yana bitta narsa bersa full bo'ladi. Bolalar, mana shu ultimate va shu omadi tushib 4000 ga tushirdim-da men. Rugzak, ultimate, planer yana balobatlari 4000. Cardinal UC demadim-ku, shu uchun bermayapti. Давайте, iltimos. Do'stlar, albatta like esida bilaman-da, haligacha bosmanglar bor bir ikkita. Ana Cardinal UC. Bu just bergan ekan. Mayli, mayli. Do'stlar, albatta like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Biz yaqinda 1 million bo'lamiz-da. Hisslarni qo'shib qo'yinglar albatta. Moltasi. Opa, bundoq qilamiz. Va Cardinal o'ylasana bitta muhim narsa, men bu yerda Popularnis battle boshlangan-ku, uy battleda ham, Popularga battleda ham qo'llab-quvvatlavorsangiz, juda ham xursand bo'lardim. ID raqamim chiqyapti ekranda, shunda ID raqamimni terib, kim qaranglar, Popularnisda ishlaydi-ku, haftani birinchi o'rinda turganga 660 UC, ikkinchi o'ringa 325, uchinchi o'ringa 325 va 4-o'rindan 10-o'ringa kirgangacha 120 UC, 11-o'rindan 20-o'ringa kirganga populyarkalarni qaytaraman, qimmat populyarkalardan. Men bu yerda populyarka battledan vashshi qattiq ketyapti, shunaqa paytda padrsha qilib yuborsangiz juda ham xursandman. Qiz bola bilan tushganmiz. Qiz bolani yutish kerak, xudo xolasa. Kattakon rahmat populyarka tashlaganligiga. Kattakon rahmat do'stlar. Let's go, yana open case davom ettiramiz. Faqat qiz bola bilan tashlayapti-da populyarni battleda. Faqat qizni bilmayman nima uchun qiz bola bilan tashlaydi. Men bu Cardinal nimaga?
Nimaga qiz bu? Sizlarni ham shunaqami? Faqat qizlar bilan tashlaydimi? Shu Yaxshi, bunimi? Populyar. Mifik shosini. Yo, boshiga. Kolleksiyani qaranglar, hozir full bo'ladi, Давайте, ochamiz. 100 tugadi. Bombochkasi. Yana 10 talik qotyapti-da, opangiz qanaqadir. Bo'ldi, 100 tugadi, prekin do'stlar. Tak do'stlar, biz hozir orujani olishimiz kerak. Men hozir yana kardian 100 dan 100 olib keldim. Opa. Yana yetmadi. Qaroch qaranglar, 100 solyapman akkauntga, ko'rdinglarmi? 100 soldim. O'zim 100 servisda o'tiraman do'stlar. O'zim 100 servisda o'tirdim mana hozir. Sizlar ham yozsangizlar, polni o'zim regrofik qilaman. 100 adminlar qanaqa ishlayapti, nima qilyapti, klientlarga qanaqa muomala qilyapti. Shu uchun ham o'zim regrofik qilayotganim uchun ham biz 100 servisimiz haligacha nomeradinda. Anna. Reklama foydasi. Nimaga ultimate beradi? Nimaga bergan narsani beradi, lekin UC ana ko'rdinglarmi? Ana qaynoqgina UC ni omadini ko'rdinglarmi? Ultimate bilan jestini berib yubordi. Давайте ber, ben hozir hammasini olmoqchiman, короче. Bergan narsani beraverma. Bergan. Kartochka beryapti, kartochka. Bergan narsani ber. Bergan narsani berma. Baby, to'xtanglar qani. Bergan narsani berma, iltimos. O'zi hamma narsani oldik-da. Yo'q. Berdimi nima-ku, berdi-ku. Buni ham bergan. Hamma narsani olganmiz-da, do'stlar. Короче, 100 tugadi, yana 2 marta ochib ketadi. Bam. Bam. Okay, yana tak 100 yetmadi, yana kardinal 100 bizga 100 tasha, opa. 6000 100 tushdi yana. Mana, yes, let's go do'stlar. Biz hammasini olmoqchimiz. Mana shu videoning o'zida bir 50 dan ko'p ketdi-da. Videoning boshida 30 edi. Yana hozir 2 marta 8100 dan, yana 2100 yorada oldi. Do'stlar, давайте bermagan narsasini ber. Alo, Pabuk, iltimos, что bermagan narsani ber bizga. Let's go. Maza qilib ko'ringlar, kardiolar. Просто maza qilinglar, ko'ringlar, albatta like bosinglar. Biz shuncha rasxod qilyapmiz bitta kontent. Maza qilib ko'rishingiz uchun obuna bosinglar. Biz 1 million bo'lamiz. Yaqinda Xudo xohlasa 1 million bo'lamiz. Shuning uchun biz yaxshi kontentlar qilib Ona like bosganlar uchun, like bosganlar uchun edi. Like bosganlar. Chiroyli narsa bu. Bu qimmat narsa, shunday. Tezroq bersin. Biz hali Viktorni full qilishimiz kerak. Propustit bilan ochamiz. Давайте propustit. Bam propustitchani bosamiz. Bam, ketdi. Bergan narsani beradi. Bergan. Yusimiz omadli, lekin bergan narsani beryapti. Bitta 60 ga ochamiz. 3 ta garant to'ldi. Bizda короче 3 ta garant to'ldi. Buni qaranglar, hozir arzon narsalarni sotib olamiz. Pichoqcha 120 ta moneta turadi. Okay, hozir kolleksiyamiz tayyor turinglar. Hozir kolleksiyamiz oshadi. Ikkita mefkini sotib olamiz 350 tadan. Kolleksiya 92 ko'rdinglarmi? Bildim, qara. Ha. Ko'rmadim. Let's go. Voy. Hozir buni olib qo'yamiz. Endi men top 1 olsam, qo'yda mamlaqa bo'ladi. Zo'r narsa bo'ladi. Top 1 olamiz-ku, tipa o'yinga kirgan paytimiz mana shunaqa narsa bo'ladi. Yomg'ir. Top 1 olgan paytimiz, yomg'ir yog'adi. Stradat qilamiz, sevgidan kuyganchiya bo'rilar. Bo'ldi, biz hammasini oldik. Do'stlar, maza qilib kontent ko'ringlar, просто kayf. Bugun kayfiyat zo'r. Biz hammasini oldik. Tak 1-2-3 ta narsa qoldi, to'g'rimi? Bu 3 ta narsani do'stlar nima qilamiz bilasizlarmi? Mana bu yerdan 3 ta garant to'lgan-ku. Mana shu yerdan olamiz. Bitta mashinchasi oldik. Okay. Hozir arujani beradi. Aruja. Qo'tyapti opengiz. Prekin ko'tara olmayapti bu. Zaryadkada turibdi-da, yana qaypat. Okay. Endi hozir ultimate beradi. Ultimate. Assalomu alaykum. Hamma narsani oldik. Absolutno hamma narsa. Hamma. Bu yerdan olgan narsalarimizni olamiz-ku. Yana kolleksiya qo'shiladi-da. Qizig'i hozir ko'rsam bu yerda masalan. Mana bu yerda qo'shiladi ana bu. Chunki bu aruja. Nimaga qo'shilmayapti? Alo. Mana bu yerda qo'shilishi kerak. Ana ana orqa fonni ham oldik. Mana bu yerda samolyotni ham olamiz. Opa, vertolyotni ham olamiz. Oy. 92 to'lyapti ko'zimni oldida. 92 to'lyapti. 2200 ta ochko kerak ekan. Что biz 93 bo'lishimiz uchun 2000 ta ochko, короче, bitta arujani full qilsak 150 ta ochko beradi. Qaranglar. Viktorni full qilamiz. Bam. Ikkinchi urovень, uchinchi urovень. Va bu yerda 4 bam kill chat. Oy, hozir buni o'yin ichida ham ko'ramiz. Kolleksiyani ochib ketishini qaranglar. Opa.
Opa! Oy oy oy! 107 ta prokachka do'stlar. Endi bugun olgan narsalarimizni ko'rsatsam, YH1, 2, 3, 4, 5 ta narsa oldik. Buni o'zgartirsa bo'lar ekan qanotchasini. Ha, qanotini olib tashlaysiz, ingichka bo'ladi, o'yin ichida maza qilib o'ynaysiz. Votat. O'ynaydiganlarni ham inobatga olishganda zo'r. Bu yerda shlemlari, короче, sochlarini, ultimate sochini oldik. Yo'qdan maskasini oldik, maskasini qo'yaylik. Opani, ryukzaklar oldik, mifический. Kolleksiyamizdagi anchaga oshdi bu. Anchaga kolleksiyani ko'tardik. Oy oy oy, o'zimda qizili bor do'stlar, mana shu ham zo'r, lekin bu oy oy. Yo, короче, jestem oldik bugun 3-4 ta YH vashovo. O, bu ham chiroyli ekan. Bu yerda orqa fon oldik, mana bunaqa. Oy, vashshe zo'r. Bugun vashshe ko'p narsa oldik, lekin vashshe ko'p narsa oldik. Vashshe hozir endi yangi Viktor orujasini o'yinda ko'ramiz. Qana effekti qanaqa. Tak, do'stlar, ultimateimiz o'yin ichidagi ko'rinishi shunaqa ko'rinishda. Вот такой. Effektini qaranglar. Effekti vashshe menga yoqdi. Voy. Effektchasini qaranglar. Na ko'k rangda, na bir osmon rangda, na bir kulchat. Voy, kulchatini qaranglar. Ozgina kattaroq qilaylik. Uzoqdan ham effekti вот такой chiroyli ko'rinar ekan, ha? Opa! Normalniy effektchasi ham. Chiqolmayapti bazasidan. Effekti zo'r ekan, effekt. Ko'ryapsizlarmi? Effektini ko'ryapsizlarmi? Bombasini yaqindan ko'ramiz. Opa! Normalniy va akademiyasini ko'rganingizdek mana shu ultimate'ni olib, full qilib orujasini va o'yin ichida qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini to'liq obzor qilib, shuncha mehnat qildim. Albatta, haligacha kimlar videomizga like bosib bergan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Rahmat kattakon do'stlar, rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Va o'sha gap do'stlar, eng arzon, eng ishonchli bu Kardian UC silkasi videoning tagida bo'ladi va undan tashqari eng muhim eslatma, men Telegramda 50 ming so'mlik konkurs qilyapman. Unga ham kirib qatnashib qo'yinglar, silkasi videoning tagida bo'ladi. Konkurs uchun deb qoldirganman, xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, xuddi mana shu Telegram kanaliga kirib obuna bo'lasiz, tepada qadab qo'yilgan 4 ta kanalga obuna bosib chiqasiz, sirs. Obuna bo'lganingizdan keyin qatnashish tugmasini bosasiz, bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilari ro'yxatidan joy olasiz. Men esa 10 kundan keyin 10-dekabr kuni mana shu konkursimizga kimlar qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan bitta obunachiimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming UC solib, UC bonuslar bilan bir 70 ming UC bo'ladi, 70 ming UC ga akkauntingizni takkoy qilib kuchaytirib beramiz do'stlar. Konkursga qatnashib qo'yinglar. Albatta, hammaga omad tilab qolaman, kimlar konkursga qatnashgan bo'lsa. Do'stlar, yana bir bor men sizga rahmat aytaman. Videomizga like bosidingiz, kanalimizga obuna bo'ldingiz va qo'ng'iroq tugmasini bosib kommentariyada Ramiktizni omadli akkaunt, omadli zo'r bo'ldi deb yozib qoldirdingiz. Rahmat kattakon. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Обязательно obuna bosib qo'ying, chunki biz yaqinda 1 million bo'lamiz. Rahmat kattakon. Hammangizni hurmat qilaman do'stlar. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Bye bye do'stlar. Bye bye, sog' bo'linglar.